Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimizle başlayımız. Leksiyede size gacırız. Washington'dan sözdeyimiz vatandaş. Bugün çizlak 2024 yıl 10. ayının 31. günü hafta Perşembe vatandaş. Bugünkü vaziyet nime deseniz, evvel bir abzası şunu diviteyli. Bugünkü vaziyet de Xi Jinping'ni yiraklaştırış. Rehberlik katlamından yiraklaştırış keskinleşmekte. Hüccet tarqıtıldı. Lekin Xi Jinping'nin ismi ağızga elinmedi. Her bir taraf müstakil hareket kıldı. Mavzulu haber 10. ayının 31. günü Cumhurbaşkanı nazar torbeti ilan kılındı. Haber mundak başlandı. Yakından beri Cumhur rehberlik katlamı Xi Jinping'ni yiraklaştırış. Yani hukuktan, hakimiyetten yiraklaştırışını tizletti. Xi Jinping'e karşı güruh tüküle Xi Jinping'nin tesirini tazalaşka başladı. Çoğun hareket başlandı degen gep vatandaş. 10. ayının 31. günü Merkez Harbi İşler Komiteti Gülleniş, Terakkiyat, Medeniyetni yolga koyuş tezisi mavzuluk hüccet 5 bölekке bölüngen bulup her kandak bir bölükede Xi Jinping'nin ismi yok idi. Kişini çoğun kuru oygu salıdı bu iş. Bugünkü günde her bir taraf Xi Jinping'den müstakil bolup aldı. Zhang Yusha grubu 4 nefer. Xi Jinping grubu 2 nefer. Ulan kim işkelliği bunu da değil mebduyulik aşında attı 4 nefer 2 nefer de. Bu bugünkü cümlen hayya ki cümgüğü alakadar vaziyetinin umumu bayanı şu abzasta desiniz buludu vatandaş. İkincisi andayım ben üzemge uygurum kıbasılar. Münasebetlik vaziyet alaylı mesela İstiklal TV İslam ve Biz programısı. Onun için bugün sözlengen leksiyanın mavzusu İslam ve ayallah. Muşu leksiyede yake muşu tebliğde Abdurrahman Cemal Kaşıgari'nin sözlügen leksiyesini muşunun ait, muşu mavzuğa ait sözlügen leksiyesini tebrikleymen, mübarekleymen vatandaşlar. Bu leksiyedeki sözle, hukumla, ibaralar mesela şençe krizisi degendek hukumların seviyesi yok kire vatandaş. Andı bunu düşündürüş, analiz, kalışma yok kire. Ben bu münasebet olan İstiklal TV'nin İslam Biz programısı ve bugün Abdurrahman Cemal Kaşıgari'nin sözlügen sözünü karşılayalım vatandaşım. Şahsen ben desepte bu münasebet olan bugünkü İstiklal TV'nin atiyen 46. san programımızda da sözlenecek. Nahayet çıraylık sözlengen leksiye. Hem bundan keyinki leksiyeler kandak sözlünüzdü. Cihan degen nime dep sorusunuz vatandaş yani şu. Ay dünya, ay dünya, ay dünya. Rahmet sizge. Abdurrahman Cemal Kaşıgari. Hem rahmet sana şiget Yalqın Efendi. Bugünkü programman mı yaraydıgan programman. Bu bizden vaziyetimiz vatandaş. Yukarıda kösettik. Cunan kayının vaziyetini mi? Reis Xi Jinping'ni yiraklaştırıştığın manisi nime degenini vatandaş. Endilikte sizler gördüğün mavzumunda Cumhur bile umum yüzlük uruş kılışka teyyarlık kılıp Amerika Koşmuş Ştatlara ras oyununu oynaşka başladı. Mavzula haber 10. ayının 30. günü Büyük İrat orbiti ilan kılındı. Haber bundak başlandı. New York Vakt Gazete 29. günü haber kılıp bundak görsetti. Muşu ayının 5'inde Amerika Parşiyotçular kısmının bir nefer askeri
260 metr egizlikdan bir dahane ejdihar o'xshash yoki ejdihar shaklida yerga tushib, eg'ir yaralandi. Bu harakat Amerika quruqliq armiyasining strategik eg'irlik nuqtasining yetkazganligini aks ettirib berdi. İhtimal bir yerda cümle qo'yilmabdi. Strategik eg'irlik nuqtasi Amerika quruqliq armiyasining Osiyoga yetkazdi degan gap bo'lishi kerak o'tandi. Aks ettirib berdi. Amerika Tayvan bo'g'ozi to'qinishidan boshlanadigan umumyuzlik urushga tayyorlik qilayotgan Amerika o'yinni rost o'ynashga boshladi. Xabarda bunday ko'rsatildi. Mushu ayning 5'ida Havayda, Amerikaning shtati Havayda elib berilgan harbiy manevr prezident saylimidan bir hafta burun o'tkazildi. Gerçi Kamala Harris Demokratlar Partisining prezident nomzodi bilan Cumhuriyetçiler Partisining prezident nomzodi Donald Trumpning siyosiy tashabbuslari ko'p jihatda farqlansimi, lekin har ikki taraf jungu bilan urush qilishga davomli tayyorlik qilmoqda. Chunki mutaxassislar umumyuzlik mundaq hisoblaydi. Agar Amerika yer shariga rahbarlik qilish o'rnidan voz kechmaydigan bo'lsa, Jungo Tayvanga tajovuz qilsa, qarab turadigan ikkinchi bir Amerikalik rahbar bo'lmaydi. Şu cümle, şu xabarda bugun sizlarga elib kelganim mana shu bir cümle. Mazmuni shu bir cümlege yig'inchoqlandiydi, vatandoshim, anglang. Agar Amerika yer shariga rahbarlik qilish o'rnidan voz kechmaydigan bo'lsa, Jungo Tayvanga tajovuz qilsa qarab turadigan ikkinchi bir rahbar bo'lmaydi. Ya'ni Amerikada Jungo Tayvanga tajovuz qilsa qarab turadigan ikkinchi bir rahbar bo'lmaydi. Ya'ni bir tarafdan olganda Jungo bilan bo'ladigan urushni berish burjaklik mena cho'ng davlatlar o'rtasidagi urush deb tasvirlanadi. Yoki shunday atadi. Bu urush bo'ladigan bo'lsa, tarixdan birki eng qonli dahshatli urush bo'ladi. Yer yuzida urush, dengizda urush, havo bo'shlig'ida urush, olam bo'shlig'ida urush. Buning mazmuni Jungo bilan urush qilishga Amerika tayyorlik qilyapti. Buning sababi Jungo Tayvan bo'g'ozida tahdid solyapti. Shuni keltiraylik. Eng muhimi Jungo hozir navbatda butun dunyoga hukmronlik qilaman deyapti. Nada bunday ish bor ekan? Buning javobi Amerika o'xshashli urushga tayyorlik qilyapti. Endi yana bir mavzuda sizlarga fikrdoshligimiz bunday qilsa vatandoshim, men yaqindan beri sizlarga Hindiston to'g'risidagi mavzularni topshiryapman juma. Diqqat qiling vatandosh. Hindiston harbiy taraf, Hindiston va Jungo chegara talash tartish bo'layotgan rayonlarning eng oxirgi ikki nuqtasidan orqaga chekinishni tamomlab bo'ldi. Deb ko'rsatdi mavzuda xabar 10-oyning 31-kuni Amerika ovozining Xitoy tel programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Hindiston va Jungo Himalaya tog'lari chegaralarida talash tartish bo'layotgan nuqtalardan orqaga askar chekindirish xizmatini tamomladi. Bu qatim Tatariston Cumhuriyetining poytaxti Qozonda Hindistonning rahbari Modi vaziri Jungoning rais Xi Jinping ko'rishdi. Bu ko'rishishda qanday xabarlarning o'ttirib chiqarilganligi to'g'risida axborot tashkilmi deyilmadi. Biroq bu ikki davlat rahbarining Qozonda ko'rishganligi ikki ish. Biri kelishim imzolash.
Hindistan Jungo chegarasidan askar chekindirish to'g'risida kelishim imzolash. Bu yetib kelgan xabarlar. İkincisi chekindirishni vaqtida tutish. Ondan Jungo Hindistan munosabatini yaxshilash. Muşununla münasebette kazandı, görüşkendik kim bu asker çekindiriş, kelişim imzalaş, bir hafta içinde yüz begendek ve bir hafta içinde tamamlanğandek bir görünüş hasıl oldu. Ameliyatı şunda kutundur. Demek asker çekindirişin tamamladı. Reuters 10. ayının 30. günü haber kılıp mındak görsetti. Hindistan, Jungo bu Asya'daki yadro devletleri ötken hafta chegara charlash bo'yicha kelishim hosil qilib, 4 yil davomlashgan chegaradagi talash tortishlarni oxirlashtirdi. Ikki davlatning siyosiy, savdo munosabatlarini yaxshilashga yo'l tutdi. Hem siyosiy munosabatlar har qaysi tarafdan har qaysisidan o'z ichiga olishi mumkin. Cümleden belki Tibet meselesini o'z ichiga olishi mumkin. Xabarda Hindistan devlet müdafaa amaldarının sözlerinde nakil keltirip bunda görüşüldü. İki taraf Himalaya tağlarının şarkı, iki taraf Türkşip turvatkan noktasından Depsang ve Demçok'tan asker çekindir. Ötkende bir dedik mi? Bakatımdır. Hindistan bilen Jungo ötken hep de okşuruşup tokunuşup yani uçuruşup kalıştın saklanış gelişimi. Armiyayla tokunuş ve armiyayla uçuruşup kalıştın saklanış gelişimi. İmzalagan idi şu vaxtıda. Del Rusya'nın yuqur dercilikler yığınaq Rusya'da yani Kazan'da yuqur dercilikler yığına katlaşıp atkan Jungo'nun reisi Xi Jinping bilen başlayıtkanda Hindistan'ın veziri Modi Arlıqda yığın Arlıq'da söhbet ötközüldü. Endikileyliğe vatandaş Arlıq demizdik tünügün Hindistan'ın asker çekindirişi, Jungo'nun asker çekindirişi ve bunundaki yüzlenişle, yakın münasebetlerini yaxşılaşla doğrusu da Maxsus Toy yazıcı Amerika avazı bir parça haber yazıp nemi dedi Amerika'nın besimi arkalık dedi şunçilik cümle bilen ketti değil. Endi bugün qarab turana bu işqa Hindistan Jungo'nun iki devletinin tokunuş yoki talash tortish bo'lib atgan raylardan askar chekindirishini Amerika nima dedi? Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati shanba kuni 10 ayning 29 kuni Hindiston bilan Jungo'ning chegaradagi jiddiy vaziyatni pasaytirish uchun ko'rsatgan tirishchanliklarini qarshi oladiganligini bildirdi. Amerika Devlet Mahkemesi bayonotchisi Madden Miller unda ko'rsatdi. İki devletning tadbir qo'llanib amaliy tizginlab turgan chegara liniyalaridagi so'rkilish nuqtalardan askar chekindirganligini tushundik. Biz chegaradagi har qanday jiddiy vaziyatni pasaytishda qarshi olamiz. Ana vatandaş Hindistan Jungo chegarasi kelishim ve kelishimdan burunqi bir hafta ichida Hindistonga Jungo'ning 90 ming kvadrat kilometr zimin ayirib berganligi mushu sonni Xitoylar xato xabar qildimi yoki zodi shundaqmi men farq etammidan meni kechiringlar vatandoshlar. Men yeziqda nima bo'lsa sizlarga shuni yetkazaman xolos. Juvan degani 90 ming degan gap vatandosh. 90 ming kvadrat kilometr. Bu bir devlet ziminiga barobar keladi bu 90 ming kvadrat kilometr degan. Vatandoshim ey. Sanozma Tibet to'g'risida ma'qullangan qonunga Amerika Qo'shma Shtatlar prezidenti imzo qo'yib rasmiy qonunga aylantirib atgan shundaq bir paytda Dalai Lama Tibetga qaytdi. Yani Amerika Qo'shma Shtatlar Avam Palatasi Tashqi Munosabatlar Komitetining raisi Michael McConnell 6 ayning 19 kuni 18 kuni Hindistanning Dharamsalada yani Tibetlarning musofirlar lagerida shundaq dedi
kunlarning birida Dalay Lama Tibetga qaytdi. Bu vaqtda Amerika belgilab bergani yo'q. Bu vaqtda Hindiston belgilab bergani yo'q. Bu vaqtda faqat tabiat belgilayotdi. Qachon? Dalay Lama Tibetga qachon qaytdi? Kelar yili 7-oyning 8-kuni yetib kelsa, Dalay Lama 90 yoshga kirdi. Demak, hozir vaqtni tabiat belgilab beryapti. Vaqtni sirli tabiatning tezli qonunlari belgilab beryapti. Ya'ni bu qonun nima? Dalay Lama kelar yili 7-oyning 8-kuni 90 yoshga kirdi. Bu vaqt nayt tez tutish qilish kerak. Dalay Lama Tibetga tez qaytish kerak deganlikdan dalolat berdi vatandosh. Şanozma, Sonuçlarının sözlüklerimde nemi dedim ben, muşundak bir peyti mesela Çigradan askeri çekindiriş, 90 bin kilometre kvadrat zeminni Hindistan'a biri bitiş ve muşu ağırlıkta tohu köygen, pıtı köygen tohudek tıpırlap caydı olturalmay. Vanxo'nun degen Kaşgar Xoten'ge berişi. Xoten dedim Budda heykeli, Budda burnumisi var iken toh falan. Ben anlamagallı bir gepken ha, Xoten'de kandaktı bir Budda heykelhanesi, ipalhanesi. Yeniden kurvaldı mı kandak bilmedim mi, betendi küçaktı mı anlagan emez. Xoten'de mi şimdi Budda tavap kıldığın heykelhanesi var digenini anlamagan mı betende? Wang Xiaohong'un Ürümçi'ye yugurep berişi 22. günü. Yani bu 10. ayının 22. günü qaysı gün tünügüsülerge leksiyada sözüldük. 10. ayının 22. günü Avustralya'nın Birleşken Devletler Teşkilatı'nı turuşluk, daimi turuşluk vekili James Lavers'ın Tibetler doğrusu da Uygurlar doğrusu da 15 devletke vakaleten bayanat ilan kılgan gün. 22. günü Birleşken Devletler Teşkilatı New York, Amerika Qo'shma Shtatlari 22. günü Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti Müstemlikisi Uyg'uriston Ürümçi Wang Xiaohong Saqchi ministerligining ministri 21. günü de 24. günügacha daimiy heyetlerinin biri Wang Huo'nun Qashqar Xoten şu arlıqdaki işlerini endi bularni bu yugurib yurishi yig'ib aytganda nima deydi vatandosh? Uyg'ur Tibet Birleşken Devletler Teşkilatı'da Lavers'ın Avustralya vekili Uyg'ur Tibet yig'ib aytgan nima deydi vatandosh? Dalay Lama vatanga qaytish kerak. Hindistondan askar çekin, Hindiston askar çekindirish, Jungo askar çekindi, chegarani tep-tinch holatga keltirish. Amerika Qo'shma Shtatlari nima deydi? Chegaradagi har qanday talash tortishlarni pastgo'yiga tushirdigan harakatlarni va tirishchanliklarni Amerika Qo'shma Shtatlari qarshiladi. Sezgör vaqt, sezgör davr, sezgör masalalarning o'ttiriga chiqishi bu deb aytamiz vatandosh. Endilikdagi mavzu nima bu mavzu? Bu mavzu bunda. Wang Yi Jungo Tashqi ishlar ministrligining ministri Wang Yi Rossiyaning muavin tashqi ishlar ministri yoki diplomatiya vaziri bilan ko'rishdi. Ukrainaga tajovuz qilish masalasi va Rossiya-Ukraina urush masalasi bularning suhbatida mavzu bo'ldi va tema bo'ldi. 10. ayning 30. günü Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi deydi, Chavshanga askar avatib. Chavshan askar avatib Rossiya va Ukraina urushiga aralashib, to'qinish taxami o'rlagan bir paytda Jungoning tashqi ishlar vaziri Wang Yi 10. ayning 30. günü Beijingda Rossiyaning muavin tashqi ishlar ministri Andrey Rodinko bilan ko'rishdi. İki taraf Rossiya-Ukraina urushini muhokama qildi. Shundaqla Rossiya Jungo ikki davlatning umumiy yuzlik hamkorlik, sheriklik munosabatini yana bir qatam muqimlashtirdi.
Prezident Vladimir Putin Ukraynaga askar avatishdan 2 oy burun Rodinko mundaq degan edi. Sabiq Sovetlardan keyingi makanda sabiq Sovetlarning ittifoqdosh jamhuriyatlari taki abadiy Rossiyaning geopolitik bilik siyosat doirasidagi muhim nuqtalar bo'lib qolaverdi. Demak, O'rta Osiyodagi davlatlar ham, shundaqla Ukraina ham, yana boshqa ittifoqdosh jamhuriyatlar, ya'ni bugun davlatga aylangan davlatlar o'xshashlar Rossiyaning geopolitik siyosat doirasidagi bir masala bo'lib qoladi. Bugun 10 ming kishi Çavuşenning Rossiyaga kirib, Ukrayna qarshi urush maydoniga avatildi, Kursk urush maydoniga avatildi dedik. Bugun endi tuyuqsizlar Rossiya Tashqi ishlar ministrligining ma'mur ministri Rodinko Beijingda paydo bo'lib, Jungo Tashqi ishlar ministri Wang Yi apandi bilan ko'rishdi. Şuna mening shu orliqda so'zlayotgan so'zlarim, leksiyalarimda bir nozik taraf vatandosh, siz hargiz yandab o'tib ketilmaysiz, jiddiy qarashingiz va tikilib turib qarashingiz kerak. Hindistonning askar chekindirishi, chegaradan Jungoning askar chekindirishi, chegaradan shundaqli Dalay Lama pat arada degani men qo'shdim juma. Bay dedim-ku, Dalay Lamaga baga vaqt, tabiat baga vaqt. Hech kim, hech qanday bir davlat bu vaqtni belgilab bergan emas. Tabiat baga vaqt. Dalay Lama kelar yili 2025-yil 7-oyning 8-kuni 90 yoshga kirdi. Bu vaqtning taqozzoligi, bu vaqtning jiddiyligi, bu vaqtning taxirsizligi. Shuning uchun Dalay Lama tez arada degidek Lixasaga vatani Tibetga qaytishi kerak. 10-oyning 22-kuni Avustraliyaning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti to'g'risida vakili Lawrenson Uyg'ur va Tibet masalasini eg'izga oldi. Yangi fikr jazo lageri taqilishi kerak, turmalar taqilishi kerak. Bu yerga bu jazo lageri qamalgan Uyg'urlar shundaqli o'xshashli Tibetni, ya'ni shundaq jazo lageriga qamalgan Tibetlar qo'yib berilishi kerak. Bugungi vaziyatimiz mana bu yerda vatandosh. Endi ikkinchi maydon Ukrainaga yondishib, Sharqiy Shimoliy Osiyodagi Chavushan o'tirg'i chiqib keldi. Bu vaziyatning taraqqiyoti qanday yuzlanadi? Vatandoshlar bilan birlikda ko'rib yetaylik.